og'ir atletika, yengil atletika, velosport topda turadi, chunki juda ko'p farmakologiyada tutilgan odamlar bor, ishlatgan odamlar bor. O'shani evaziga topda turgan sport turlarini ko'proq tekshirishadi. Lekin o'sha boksyorlarga ham borgan sari masalan ko'proq kelib ketishyapti. Hali ham resurs yetishmovchiliklar, odam resurslari, laboratoriya resurslari, ularda milliardlab probalar, millionlab ham emas-da o'zi. Milliardlab probalar. Chunki men o'zim agar probalarni tekshirsam bir 100 tagacha yetib qolgan bo'lishi mumkin-da probalari, topshirgan probalari. Ularga farqi o'sha reydlar qilib turadi. Gaylar oddiy xalq to'xtatib reyd qilib tursa, bir xillarda voyenniy gaylar ham turib reyd qiladi. Lekin sportsmenlarni reyd qilishini mana hozir birinchi marta sizdan eshitishim qoyil. Yo'q. O'rtoqlar, O'zbek podkastda Ruslan Nuriddinov mehmonimiz bo'ldilar. To'liq videoni, juda qiziq temalarni, sog'liq bo'yicha, sport bo'yicha temalarni ko'rmoqchi bo'lsanglar, YouTube'dagi kanalga o'tinglar va to'liq videoni maza qilib tomosha qilinglar. O'sha yerda ko'rishamiz.